Shioriy ibodatlarni zo'r qilsak-ku, ammo taomuli ibodatlarga beparvo bo'ladigan bo'lsak, shioriy amallarimiz bizga foyda qilmay qolishi mumkin. Shioriy ibodatlar bu namoz, roza, haj, umra shiorlari, islom shiorlari. Agar bularni zo'r qilsak-ku, ammo muomala odoblariga, muomala ibodatiga, taomuli ibodatlarga beparvo bo'ladigan bo'lsak, qilayotgan ibodatlarimizning foydasi bo'lmay qolishi mumkin. Dinni mevalaridan to'liq foydalanishimiz uchun, dinning bizga beradigan samaralarni hammasini totib ko'rishligimiz uchun bizda shioriy ibodat ham bo'lish kerak, taomuli ibodatlar ham. Axloqimiz go'zal bo'lmasa, qilayotgan ibodatlarimizning foydasi bo'lmay qolishi mumkin. Kechagi darsimizning xulosasi shu edi, davom etkazamiz. Ali roziyallohu anhu aytadi, dinning ustuni 4 ta. Ilmiga amal qilayotgan olim, ilm o'rganishdan uyalmagan johil, molida baxillik qilmagan boy, dunyosini deb oxiratini sotmagan faqir. Agar olim o'zini ilmini zoya qilsa, johil ilm olishdan uyalsa, bu yaxshilik emas. Biz birodarlar musulmon sifatida oilamiz oldida javobgar bo'lamiz. Ota-ona bilan qilgan muomaladan qiyomatda hisobga tutilamiz. Umuman odamlar bilan qilayotgan muomalalarimizda qiyomatda hisob beramiz. Odamlar bizni namoz, ro'zamizga qaramaydi birodarlar. Bizni axloqimizga, muomalamizga qaraydi. Rostgo'yligimiz, kamtarligimiz, iffatimizga. Agar bizni sulukiyatimizni ko'rib turib, dindan tashqarida yurgan odamlar dinga muhabbati oshmayotgan bo'lsa, demak biz komil musulmon emasmiz. Qaytarib aytaman. Sunnatga qancha ko'p amal qilyapsan, qancha masjidga ko'p yuguryapsan, bunga qarashmaydi. Axloqingga qaraydi, odobingga qaraydi, halolligingga, muomalangga, tozaligingga. Mana shunga qarab turib senga baho beradi va dinga muhabbat uyg'onadi. Agar odamlar sen mana shunday bir komil musulmon bo'lsang, mana musulmon manaqa bo'ladi. Din naqadar go'zal narsa-ya deyishadi. Agar shunday deyishmayotgan bo'lsa, demak sen komil musulmon emassan. Eng yaxshi odam kim? Allohni bandalarga chiroyli qilib ko'rsatib berayotgan odam. Bandalarni Allohga chiroyli qilib ko'rsatib berayotgan odam haqiqiy yaxshi inson. U boy bo'lishi mumkin, kambag'al bo'lishi mumkin, olim bo'lishi mumkin, omiy bo'lishi mumkin, ilmli yoki savodsiz bo'lishi mumkin. Bu muhim emas. Sizni ko'rib turib odamlar dinda yaxshi